Uygurlarning diplomat to'g'riliq yamanchiq yozilgan narsalar bor ekan, bek yaxshi yozilibdi. Hamilaqi jumlalarning qurilishimi bek chiroyli ekan. 8-bölüm bugun so'zlamoqchi bo'lgan. 8-bölüm. Amerika nima uchun TikTokdan ansiraydi va Xitoy nima uchun TikTokning Amerikadagi bozorini qo'g'dashga tirishadi? Hammamiz TikTok to'g'riliq so'zlaymiz. TikTok təşviqat, Xitay təşviqatı əzəldən bu 3 xil məzmunni toluqlu. Xitay təşviqatı əzəldən bu 3 xil məzmun bilən toluqlandı. Diktator saylamdan əla. Müstəbidlik demokratiyadan əla. Rəzillik aq niyyətdən əla. Bu Xitay təşviqatının məzmunu. Əməliyyatda bu Xitay mədəniyyətinin yadrosu. TikTok del muşu prinsipte kanat yaydırgan. TikTok Xitayning bütün dünyada uruş qilish qoralga aylandı. Amerika tunji bo'lib TikTokka qaytarma hujum qilgan davlat. Hozir Amerikadagi 10 shtat TikTok ustidan shikoyat qildi. Amerika hukumat organlarida TikTokni ishlatishni chekladi, bütün mamlakat bo'yicha cheklashga tirishyapti. Amerika hükümeti TikTok'ның qanchalik razillikini mundaq bir video chastotadan bayqagan. Şunun da Amerikan çüştü etken. Bu video chastotaning mazmuni 2021-yili Amerika prezidenti Biden BDT'nin yig'indagi so'zi. Biden'a TikTok'ta Biden'ning so'zini mushtaq yasab mushtaq chiqardi, ha? Biden'ning so'zi kelmiş. Wuhan virusi, Xitoy virusi deydi. Wuhan virusi naiti aqlli usulda yaşanğanlarning hayotini ilib ketdi. Foydali hayotlikni qoldirib, shubhasizki bu bir yaxshi ish. Man o'qib beray, uning da Biden mushta so'zlab chiqibdi. Biden rasmiy ashta so'zlayotgan, ashundaq rasmlik chiqarjuma ma so'zni. Wuhan virusi naiti aqlli usulda yaşanğanlarning hayotini ilib ketdi. Foydali hayotlikni qoldirdi. Şübhəsiz ki bu bir yaxşı iş. Bu hem soğukkanlıq hem insanlığa karşı uçur Amerika'nın açığını keltirdi. Çünkü Prezident Biden bundaq geplerine kalmagan. Bu uçur Biden bilen Amerika'nın şan şerpiga ziyan yetkizdi. Köp sandaki kişiler murakkab xalqaro ishlarga duch kelganda faqat ishlarga munosabatlik tarjimasiga yoki mavzusiga qarab asli nusxadagi mazmuniga selishtirib tekshirmaydi. Ko'p sondagi odamlar dillarni mushtaq qarab o'tdi. Tekshirishga vaqti chiqmaydi. Shuning uchun nurg'un TikTok ishlatuvchilar osonla oldinib va Amerikaga o'chmanlik qilishga boshlaydi. Bunun bilan TikTok dünyadaki kişilerini Amerika'ya bulgan təsiriyatını özgertiş məqsədiga yetəlaydı. TikTok'ның dünyada 1,6 milyar işlətçisi var. Təsiri gücü nəhayət zor. Misal Uyğurlardan misal ötketey. Nurgullar ilaqı mavzusu qarayda mesela Uygurlarda adı dünya nəhayət boğaş bir öz təqdirini öz belgiləş. Manda qarmaq nəhayət öz təqdirimiz özümüz belgiləyikən, nim desək özümüz qılmızkə, onun ki müstaqil bolmazsak degan. Əməliyyatda bunu tekşirib dünya Uygurlarının adamları okumadı uqmayma. Mən oxumu deyil deyimə. Əməliyyatda öz təqdirini öz belgiləş degan müstaqillikni aldını iliş üçün çıxarğan siyasət. Çünki xalqaro qonunda bir davlat müstaqil bo'lmaydi degandiki, u yerda qon to'kish, vayronchilik, buzg'unchilik, urush paydo bo'ldi. Xalqaro tashkilot hech narsa bunday ishni xohlamaydi. Amerika eng qurgan vaqtda ikki davlat ayrılmış deganda urush bo'lib 450 ming odam o'lgan. Shu vaqtdagi saviyada bir deganda bir 10% odam o'ldi degan gap. Shuning uchun mushundaqlarni oldini olish uchun o'z taqdirini o'z belgilash degan nazariya o'ttirib qo'ygan. Amerika o'z taqdirini o'z belgilash. Bular bir davlatda, lekin har o'lkalar o'zlarining iqtisodini o'zi boshqardi, o'zining qonuni bo'ldi, o'zlarining qurolli kuchi soqchisi bo'ldi. Buni deydi, buni davlat ichidagi qo'zg'olonlarni hal qilish masalasini bir taraf qilish uchun o'ttirib qo'ygan narsa o'z taqdirini o'zgar. Sirtqi ziddiyat tajovuz bilan bo'lgan ish emas. Buni masalan indigenous deganni
bu мәселені нұрғы ұйғыра Тимос'a қарсыла, Timos'ta indigenous degan mushu yerda asli yashagan xalq. Hamma Uyg'urlar buni darrov qabul qilib, bu yaxshi o. Biz Sharq Turkistonda asli tunji yashagan xalq bil deydi, qabul qilib, bu ya indigenous bildigan indigenous deb so'zlaydi. Lekin indigenous degan bu to'rt nimani ishga oldiganligini bilmaydi. Ashada asli yashagan xalq to'g'ri bu. Undan zodi davlat qurib baxmagan xalq, bundan davlat quranmaydigan xalq, undan yezqi bo'lmagan xalq. Qayındaki 3 ecellikni Uygurlar nim qilmayla başki geplerla muşundaq mavzusu qarab ketgan. Bunda ahval Uygurlarınca torladımlanca. TikTok adetki qızdıqarlıq video çatota köngül içiş itotları bilen ammini jalb qiladi. Dastlabda hech qanday ideologiyaga aloqasiz ko'rinib sizni o'zi tashviq qilayotgan mazmunlarni bilib bilmay qabul qilg'izdi. Asta haqiqiy qiyofatni namoyon qiladi. Hatto sizni shu jamiyat to'piga bir a'zo qilib qo'ydi. Siz o'zligidan sizni bir a'zo qilib qo'ydi. Bu xil video chastotalar nurg'un hukmlarning mazmunini burmilab yoki o'g'irlab, hatto ishlarni aksicha qilib xalqqa yetkazdi. Masalan, xalqaro munosabatda yoki savdo jihatda Xitoyni ziyonkashlikka uchiruvchi Amerikani ziyonkashlik qilguvchi qilib ko'rsatib, sizning pozitsiyangizni o'zgartib, Amerikaga nafratlanadigan, Xitoyga yiltashlik qiladigan qilib qo'yib, mingizni yuvish unumiga erishdi. Italaydi. Xitoyda azaldan düşmanning nayisi bilan düşmanning qalqiniga hujum deydi. Yizi jirmo, qungzi jirdun deydi. Degan qoida noiti yaxshi biladi Xitoylar buni. Demokratiya davlatlarda demokratiyani qabul qilib turib, shu davlatga ziyonkashlik qilish, hatto hokimiyatni og'dirib etishga intildi. Masalan, oldingi yili Tayvanda saylan bo'lganda, shu Tayjidian dunyodagi chipni eng jiq ishlaydigan davlat 60% shular ishlaydi. Tayjidian Amerikaga mablag' soldiganligini oshkorlaydi. TikTok darrol Tayjidian mavozliq Minjingdanga qarshi partiyada TikTokda darrol Tayjidian Amerikaga mablag' silish orqali Tayvanni quritib etadigan bo'ldi degan tashviqotni qildi. Bunun Minjingdanga bo'lgan zarbisi cho'ng bo'lib va Minjingdang mag'lub bo'lishning eng muhim omili deb qaraldi. Buningdan TikTokning hukm urish kuchining qanchalik ajallik ekanligini bilgini bo'ldi. Masalan, TikTokda mundaq videolarni doim anglaysizlar. Bor. Bulma Xitoychida. Agar Amerika Xitoyga hujum qilsa, Xitoy cho'qim qarshi jang qiladi. Amerika hech qachon Xitoyga hujum qilamiz demagan. Lekin TikTokdagi qisqa videolarda agar Amerika Xitoy hujum qilsa deganni tarqitish orqali Amerikani urushga qilib ko'rsatdi. Xalq orada hatto Amerika ichida Amerika norozilik ovozini tufaylaydi. Men bu daqiqa yana bir suhbatda TikTok to'g'riliq tekmo tafsili to'xtayman. Meyadan qisqa tupga nemishqa TikTok Amerikaningki TikTokni cheklashdan ansiraydi deganinglar. Masalan, TikTokning 1.600.000.000 odam bor. 1.600.000.000 odam. Amerikaning 150 million. 10%ga bormaydi. TikTok kötü qasqının 10%ning bo'lmasa men qolgan 1.5 milliard odam bilan savdomni qilaverman dallalaydi. Xuddi siz masalanga sizning 100 xaridoringiz bo'lsa, o 9'da men seninkini olmayman, meni qilmasang desam, sen kötü qasqının sen anlamasan qolganlar va qilman deb savdo etgan. Nimish qo'qidi desangiz, Amerika TikTokni cheklagandan keyin boshqa har qanday davlat shirkatlar TikTokni ishlatgan shirkatlarning savdosini qilmaydi. Xitoyning josusi bor deydi. Amerika cheklagan nima xalqaro cho'ng savdo shirkatlar hammasi TikTokni to'xtatdi. Shunlar TikTokning a'zosi 1.5 milliarddan 300 ming bir xil tushib ketishi mumkin. Xitoyning qo'qidigan yeri mavu. Xitoy men men Amerika cheklayotgan TikTokni ishlatmayman deydi. Hamma TikTokni Amerikaning ularning Amerikadagi mulozimati Amerikaning Oracle'da. Oracle'ni men qilmayman desa TikTokning chetdagi mulozimati qildigan odam yo'q. Çoğun şirketler hemiz Amerika'da onda mülazimet kıldığı Gollandiyaların, Angliyaların şirketler onda çoğun mülazimet kuranmaydı. Server deyimde kuranmaydı. Hemen Amerika onun için kuda hazır ilak xalqaro qilganda sen Xitoyning nimasi qilsang men savdoni qilmayman. Sen TikTokni ishlatgan bo'lsang, u yerda bizga xatarlik bor. Sening bilan bu aloqani uzimiz, bu savdoni qilmaymiz deydi. Xalqaro
Amerikada sodni ko'z tutdi, shuning bilan TikToklar bir. Shuning uchun masalanga boshqa yerda Xitoy yerim, masalan 200 million, 300 million odam yo'qolib ketsa ansirmaydi. Amerikadan ansiraydigan yer mushu. Kim tafsili so'zlaydi? 8-masala